Başlagan joy to'ylamar yo'lg'ay. Assalomu alaykum. Uyga giraverishingizda o'zi polni neoklassik uslubida remont etilgan. Neoklassik uslubidagi kalit aynali eshiklarni qo'yganmiz. Jemchug sveti. Hozir imomda qablan buyurdik-dan, baribir bu firma yaxshi ekan. Kompaniya yaxshi ekan. Tapir mashinani kapsudingda. Mashinani kapsudi. Chirpan Mercedes. Jirt. Tekiz barada kırçılmıydı. Rise Group'ni tanlashdan boshqa yerlar ham borib ko'rdim. Vardım. Nerelara borib? Köp yerini gördüm ben. Mulanıp ele gözler der görmeye Salomat Japon bo'lasiz. yapıp verdiler Allah'a hesabı. Hem şu saatine düştü. Videoni boshlashdan oldin sizlardan bir kichkina iltimosimiz bor. Kanalimizni rivoji uchun bir like, podpiska bosib qo'ysangizlar, biz o'zimizni baxtiyor his etamiz. Qolaversa, viloyatimizdagi ko'plab yangiliklardan, bizning kompaniyada bo'lib turgan yangiliklardan xabardor bo'lib turishlaringiz mumkin. Demak, biz video obzorimizni boshladik. Bugün Xiva tumani ya ili Xiva shahri G'oyko'l degan joydamiz. G'oyko'lda Lolazor degan mahalla bor ekan. Shu mahallaya, shu ko'rib turgan orqalaringizda ko'rib turgan shu xonadoni Rise Group kompaniyamiz tomonidan eshiklarni o'rnatib berganmiz. Eshiklarning obzorini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, like, podpiska bosamiz, ekranlardan yaxshilab o'rnashib olamiz va Lolazor mahalladagi xonadoni yo'l olamiz. Ketdik. Oliyjanob xalqimiz biladi, bizning internet tarmoqlari orqali kuzatib o'tirgan podpischilarimiz biladilar. Yangi remont bo'lgan xonadoni gen adamlar, qarindosh urug'lar, do'stlarlar endi xonadonni yaqinlari muborakdeb aytib keladilar. O'ng o'g'ay deb, bizlar ham o'ng o'g'ay deb kiramiz endi bismillahirrohmanirrohim. Videomiz shu. Qani. O'ng o'g'ay, o'ng. Muboraklar o'g'ay etgan to'yingiz. Cübbetli köşki eyvan cayınız. Mudama izzette ötkey ömriniz. Başlagan toyunuz mübarek olgay. Başlagan cay toylamarek olgay. Assalamu aleykum. Şora boğa sağ salamet misiniz? Keyfiyetiniz yaxşı mı? Siz bilen görüşkenimizden xursandmiz. Məhəli bu sizin öyünüzdekini bilməsədim. Dostlar, qadırdanlar, bir nərsəni aytıb ötəcəkməyinə, bu öyünə gəlsəm yat adam məsəl ki, özlərimizə yaxın ekan. Rozmet əkamizəm, şu G'oyko'ldagi Elatda bo'ladan to'ylarda, mahallada bo'ladan to'ylarda bosh bo'lib turadigan to'yni ham boshi ham oxiri ish adam bo'ladi. Bizlarning sohamizda yot emas bu odam. Chunki mana oliyjanob xalqimizda yillar davomida xizmat qilgan. Ko'plab raqs san'atining ustalarini ustozi. To'g'rimi? Allah'a şükür. Siz büyük sanatkarlar yanında yürüp bulanı dualarını ağa insansınız. Allah'ıma beqsab şükür. Karan şuncha insanların dualarını alıp yine birinci iki öptürttü. Karan güzellikine karan oyunu. Bunun öyle de yaşlaşına hemen arzu kıladı. Allah nasip etsin. Usta keyfiyet yakşı mı? Yakşı. İnstrumentler durup mu? Durup mu? Esas siz instrumentlerini terlattırın. Rozmet eken maharetini bir zamandan keyin göremiz. Şu adam bize eşikler bir kişiyle ben muhlislara obzor kılıp beraman. Rise Group ben xavarınız bolsa Rozmet usta. Yine şu logatifi kısılıp tuttuk o eşikte yine. Rise Group. Ben şu Rise Group kompaniyasını medya sahasında şu kompaniyada işleymen, şu kompaniyada faaliyet yürütemen. Kılgan hizmetlerimizin indi hemmesini emmez 100% emas, bir 20% 30% micazlarımızını talabına qarab görsətib baraman. Razı bolsanız öyünə obzor qılıb baraman. Demek bir dua kılasız başlayayım. Xudayım ötkenlerimizden Allah'a rahmet kılgay. Xudayım istedim kılıp durgam hayırlı insan işleriniz kabul et ya Xudayım muradlarınız sağ sola hamma yaxşı günlerde toylarda değil Allah'ı Allah müyesser et. Amin. Allahu ekber. Demek adırlı dostlar yine yaş kettelerimizni duaları bilen obzorumuzu başlayımız ve Lolazor mahallesindeki xonadonimizda qilgan ishlarni, qilgan xizmatlarni birinchi chetdan ko'rsatib o'tamiz. Yana uyga kiraverishingizda o'zi polni neoklassik uslubida remont etilgan, yaxshi niyat qilib, xonadon egalari zo'r xushroyatib, o'zlarini uyitni etib deymi, nima deydi? Shunday remont qilganlar, qilgan remontni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Yana eshikdan kiraverishingiz bilan Krashinni 08'lik MDF'den dabur xizmatlari qilingan, daburning ham boshida nalishniklari bilan birga. Görüp bahasını berishlariniz mümkün.
Dabur nalishlik xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Plintus xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizlar bilan bog'lanib, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sizlarga xizmat ko'rsatishdan bajonidil bag'oyatda xursand bo'lamiz. Demak, giraverish qismida bundayna mana nima deydi bir erikdim bir narsadan, перехожкадek, erik, yana erkan. Bizlar qistirdik bu narsalarni MDF'dan, 08lik MDF'dan qilingan. Go'zallatib taxlabdilar og'amlar ham. İki tarafına ham nalishliklar, o'rtasida dabur. Daburni ham ko'rishingiz mumkin. 33-35 sm chiqadi ekan. Neoklassik uslubidagi, neoklassik janrida remont qilingan xonadon, neoklassik uslubidagi kalit aynali eshiklarimizni qo'yib berganmiz. Biz franchi eshik qo'ydik bera. Kalit aynali eshiklarni qo'yganmiz. Jemchug sveti, bordlarina o'yib ishlanadi, go'zal qilib, shtampikli. Petlalarni ham ko'rishingiz mumkin. Qora svetda oqli qora zborka bo'lgan, qora ruchka bo'lgani uchun petlalar ham qora tanlangan. Korona nalishliklari bilan ichan tarafni daborlari bilan nima deyiladilar bu ishni? Paroqli, demak paroqli eshiklar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu birinchisi chap tarafda Rozmat doim xonasini eshigi. Bu ham yana yarma kapı deydi buni Xivoda, o'zi Xorazmda biza tushunarli bo'lishi uchun yarma kapı deymiz. Yarma kapı yana emblemalar ham qo'yilgan, jemchug svetda. Bu ikkinchisi eshik. Yana unda uchinchisi. Mana hammasini oynasi bir xil yo'qdan yargash. Ayna. Uchinchi eshik, bu ham yarma kapı. Bu dördüncü eshik. Dördüncü eshik. Eshiklarimizni ko'rib bahosini berishingiz mumkin. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib, eshikda haqda, xonadona qilingan remont va xonadona qilingan xizmatlar haqida bir fikr mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, niyat qilgan odamlar bo'lsa, bizdan ham yetirsinda like'larni bosib, kommentariylarda bemalol o'z fikr mulohazalaringizni yozib ketishlaringiz mumkin. Birdan 10 gacha qo'ydingiz. Men 100. Birdan 10 gacha dedim, 10 qo'yavering. 10 gacha bo'lsa shu 10 bor. Bo'ldi, 10 bor. Allohga shukr, yaxshi. Necha ko'ngil to'ldimi? During ben mikrofonni yaqinroq qo'ying sizga. Ustozdan tushdikdan. Xival olsak ham tushib qo'ydikda. Hozir imomda qablan buyurdik-da, baribir bu firma yaxshi ekan. Kompaniya yaxshi ekan-da. Ko'ngildagi-da. Ko'ngil to'ldi. Narx-navo haqida fikr bildirasiz. Narx-navosi normalniy. Qimmat emas axir. Yo'q, u da qimmat emas. Ko'pchilik sizlar Razgul kompaniya, o kompaniya olsa qimmat oladi, u degan odamlarda shunday fikr bo'ladi-da. Qimmat oladi u kompaniya olsa deydi. Yo'q, aydi u sexmas ekan, u kompaniya ekan u deydi. Unda deydi qimmat oladi u deydi. Yo'q. Siz qo'shilmaysiz bu fikrang? Yo'q. Masalan, banda qablan ko'ringani, galing. Ha, galing. Banda qablanimizdan. Aha. Addenlidan bu. Ha. Men ishlarga kiramda. Bu gotovoy. Bu tayyor ustalarimiz o'tganlaridan. Ustoz zakaz bilan o'tili. Shularga qaraganda menga firmaniki zo'r. Gap yo'q. Bu taxtadan axir? Bu taxtadan-da. Men yankini tavsiya etaman baribir. Xalqqa va. Bundan arkasından mena necha santimetr bu? Devorimiz necha santimetr ya Muzaffar? Paxsa joydan bular. Paxsa joy shunda 50 santimetr yakın. 50 santimetrlik daborlar arka tarafından manish. Ishini tavsiya etaman xalqqa. Rise Group'niki. Ha, ishi. Buning uchun desa bir nima deydi, hozir chiqib turganini ko'rsatib beraman. Borishiga kelishi. Gersting. Tapir mashinani kapsudingda. Mashinani kapsudi. Chirpan Mercedes. Jirt. Tekiz boradi, qirchilmaydi. Zo'r ekan-da. Gap yo'q. Eng asosiysi Muzaffar, endi Rozmat aka, sizlarning ko'ngillaringiz to'lg'anligidan xursandmiz. Eng asosiysi bizning ham maqsadimiz shu. Bizning ham maqsadimiz shu olijanob xalqimizning ko'nglini olish, xonadonlarga addushi xizmat etish, zo'r yurakdan xizmat etish, shularni men ya u narsa bir paxta qo'ygan emasdan brend vaji gap yo'q. Libo odamga tavsiya etaman. O'zi biza Rise Group'ning eshiklarini zakaz etishda, endi qo'limda ushlab turganlar mikrofonni arkasidan nasib deb tanlashtiribsiz do'stlar. Rise Group'ni tanlashdan boshqa yerlar ham borib ko'rdim. Nelarga bordim? Ko'p yerni ko'rdim men. Ko'p yer aytmaysiz degan adam. Ava, ko'p yerni ko'rdim, akam aytdi shu birinchi borgan yeringa zo'r kapısı borga shora baravar balam dedi. Ahirda nettikdan biz bo'lmasa bolalarni ham shu kapıdan buyurar edik. Demak ko'ngil to'ldi. Ko'ngil to'ldi. Ko'ngil to'ldi. Ikisi ham to'ldi. Ava. Galaviniz ko'ngilda. Xudoy, erinmaydi.
bir iş etsem. Bir de Adilbek ham ishladi axir. Ava, Adilbek usta ishlar. ishladi. Xarakterinchi ko'zi xiyolla bir-biring bilan Zor topshirasizlar. erkin boy bolasi gap yo'q ishini. Salomat Arinmaydi ekan ishini. Sizlar bilan sizlar bilan bir ko'ngli chiqishgani uchun ya ruv so'yishgani uchun, ruv olishgani uchun o'zi elikni o'zi tavsiya etdi Erkinboy. O'sha dedi Sho'robonmi xonadoni bor dedi, Sanjar ashoni syomkating o'zlari ham bir oddiy yurak, bir ko'ngli ochiq insonlardir, shuning uchun keldik. Sağ ol. Bizani qilgan xizmatlarimizdan ko'ngil to'lgan bo'lsa, biz o'zlarimizni baxtiyor his etamiz bemalol. Ilohim shunday go'zal bir yaxshi niyat etibini otachin to'lan urib, neoklassik uslubida zo'rat qo'shirayat beraman. O'zimdan bag'ri dilim ochildi, o'zim ham havas etdim. Xonadonlaringizni ko'rib, ilohim shu xonadonlarda yaxshi kunlarni to'ylarni qilib, aqtiqlarni so'yib, ballarni so'yib, o'ynatib, güldürib, duolarni hoji bo'lib o'tirgaysizlar. Aytganingizga Omon bo'lasiz. Sog' salomat yurgaysizlar, Xudoyim ishlaringizga omad tilamiz. Rahmat. Yaxshi kunlarda, to'ylarda xizmat etgansiz, Xudoyim. Rahmat. Sog' bo'ling. Demak, yana do'stlar ko'rib turganlaringizdan xalqimiz yaxshi fikrda qilgan xizmatlar haqida, narx-navo haqida, o'zi umuman obsluga ish, faoliyat haqida mijozlarimizning fikri, muxlislarimiz, podpischilarimiz bilan abonentlarimizning fikri zo'r. Hamma yurtdoshlarimizga tavsiya qilamiz. Shunday eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Plintus, qolaversa Dabor xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, bemalol bizlar bilan bog'lanasizlar. Demak, qadrli do'stlar, videoni ko'p cho'zib o'tiribmiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Sog'lik, salomatlikda, bag'ributunlikda, keyingi video obzorlarda viloyatimizda eng go'zal joylarda, eng go'zal obyektlarda sizlar bilan ko'rishguncha, xayr, sog', salomat bo'ling. Görgende görüşgünçe like basışlardan çıkmasın. Aman bolinglar. Aman bo'lin. Rahmat hammangizga. Ciao.